Qashqadaryo qadimiy va navqiron o'lka. Uning to'rt tarafi olis yo'llar va cho'llarga, sahro va daryolarga, qadimiy obidalar u zamonaviy koshonalarga, sarhadsiz barxanlar u go'zal bog'-rog'larga. Bir so'z bilan aytganda, yorqin istiqbollarga borib tutashadi. Bu yo'llar va cho'llar misoli o'qilmagan kitob, kuylanmagan qo'shiq. Xalq sevgan hofiz, respublikada xizmat ko'rsatgan artist Tojiddin Murodov ham ana shu yurt farzandi, ana shu voha kuychisi. Tojiddin Murodov tanti odamlari, go'zal tabiati, serjilo gilamlari, g'aroyib bozori bilan mashhur Jeno qishlog'ida dunyoga keldi. Uning qalbida musiqa olamiga ilk havas ham ana shu qadimiy qishloqda tug'ildi. U 1958-63 yillarda Qarshi pedagogika institutining matematika fakultetida tahsil oldi. O'qishni tamomlagach, 1 yil qishloq maktabida o'qituvchilik qildi. Ko'p o'tmay uni Mullato'ychi Toshmuhamedov nomidagi Qashqadaryo oblast muzikali drama teatriga ishga taklif etishdi. Ana shu teatr dargohida u yetuk hofiz va aktyor bo'lib shakllandi. O'rgandim, Tahsin sizga, o'rtar, devona bo'ldim, Fig'on kim kabi mashhur qo'shiqlar ilk bor ana shu dargohda yangradi. Tojiddin aka bir necha yil qo'shni Surxondaryo oblast teatrida ham xizmat qildi. Tojiddin Murodov o'nlab rollarni me'yorga yetkazib ijro etgan bo'lsa-da, xalqimiz uni o'ziga xos uslubda kuylaydigan hofiz sifatida tan oldi. Chunki u har kimga ham nasib etavermaydigan shirador, yoqimli, keng qamrovli, noyob ovoz sohibidir. 1965-80 yillarni Tojiddin Murodov uchun haqiqiy izlanish, hofiz sifatida shakllanish bosqichi bo'ldi deyish mumkin. Zero shu yillarda u Girya, Guluzorim, Dugoh, Segoh, Chorgoh, Toshkent irog'i, Xorazm segohi, Bayot bir, Chapandozi Gulyor kabi ustoz san'atkorlar ijro etgan mashhur qo'shiqlarga qo'l urdi va har biriga ikkinchi hayot bag'ishladi. Tojiddin Murodovning o'ziga xos hofiz bo'lib shakllanishida bastakor Rahmatjon Tursunovning xizmatlari katta. Ayniqsa Fuzulining G'amzasin, Samad Vurg'unning Oshkor o'lsin g'azallariga bastalagan original kuylari Tojiddin Murodovning hofiz sifatidagi iqtidorini to'la namoyon qildi. Yuksak ijrochilik mahorati uchun 1975-yilda Tojiddin Murodovga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan sharafli unvon berildi. Mana bir necha yildirki, Tojiddin Murodov o'zi tug'ilib o'sgan qishloqdagi Navoiy nomli o'rta maktabda matematikadan dars berish bilan birga maktab havaskorlik to'garagini boshqarib keladi. U 1985-yili yoshlarni estetik tarbiyalashdagi xizmatlari uchun Respublika xalq maorifi a'lochisi nishoniga sazovor bo'ldi. Tojiddin aka pedagog sifatida yoshlarga ta'lim tarbiya berish bilan birga ko'pgina iqtidorli havaskorlarning san'at yo'lidan o'z yo'lini topishda murabbiylik qildi. Aka-uka Amirqulovlar, Salohiddin Lutfullayev, Ro'ziboy Rajabov, Tilov Kenjayev, Po'lat Hamidovlar faxr bilan uni ustoz deb e'tirof etadi. Tojiddin aka yoshlar davrasida bo'lganda, qo'lga tor olib sahnaga chiqqanda, san'at yo'lidagi ilk murabbiysi, qishloqning birinchi muallimi, san'at shaydosi, marhum amakisi Sulaymon Maqsadovning o'gitlarini tez-tez eslaydi. Tojiddindagi san'atga havasni ilk payqagan Sulaymon aka, senda noyob ovoz bor.
Lekin ovozim bor deb hadeb baqiraverma. Har qanday ashulachi ikki xil ohangda qo'shiq aytadi. Biri dimoqdan, ikkinchisi esa yurakdan. Dimoqdan aytilgan ashula qancha baland ohangda jaranglamasin, tinglovchini zavqlantirmaydi. Yurakdan aytilgan qo'shiq sokin taralsa ham yurakka tegadi. Shuni yaxshi bilginki, har sohaga ham albatta ixlos, e'tiqod, mehr, yurak kerak. Tojiddin Murodov nafaqat yetuk hofiz, talabchan murabbiy, balki piri badavlat oila boshlig'i hamdir. Murodovlar xonadonida 10 farzand, 4 nevara voyaga yetmoqda. Murodovning onasi Ruqiya aya nevara va chevaralar atrofida hamisha parvona. Yana tong otdi. Yana yangi kun boshlandi. Halol mehnat, so'ngsiz ijodning yana bir yangi kuni boshlandi. Hofiz vohaning qadimiy yodgorliklarini tez-tez ziyorat qilishning o'zi tug'ilib o'sgan Jenu qishlog'i atrofidagi adir va tepaliklarda tabiatning adog'iga yetib bo'lmas go'zal manzaralariga chiqib dam olishni, paxtakor va g'allakorlar bilan shirin suhbat qurishni yoqtiradi. Hofizni Qashqadaryo xalqi hamisha mehr bilan kutib oladi. Kun botib, ko'kda oy paydo bo'ladi. So'lim kechaning afsonaviy yog'dulari tor. Doira ohanglari hofiz ovozi bilan qo'shilib, kengliklarga singib ketadi. Go'yo tabiat, hayot, yashash, yaratishning davomiyligidan ertak so'ylayotganga o'xshaydi. Tushayotgan oqshom kengliklar aro cho'kadi. Cho'ponlar tuni boshlanadi. Qo'y-qo'zilar, sarrin yel, qo'shiq ohangida taralayotgan hofiz ovozi dilni allalaydi. Oyning nuri bo'lsa tungi yo'lovchi yelkaklarida, o't maysalarining vujudida, suruvning ohista oqimida, otar va o'tovlar kaftida o'ynaydi. Sinadi, tiklanadi, sinadi, tiklanadi. Tarifi beadoq, qalbi yaylovlariday keng, ochiq ko'ngil, zahmatkash cho'pon turmushining fayzu gashti. Ular bilan hamisha hamrohlik tuyg'usi hofizga tuganmas ilhom beradi. U beixtiyor kuylab yuboradi. طلاق الساعة
G'amzasin Fuzuli g'azali, Rahmatjon Tursunov muzikasi. G'amzasin sevding ko'ngil joning kerakmas bu senga. G'amzasin sevding ko'ngil joning kerakmas bu senga. Ateşim ahumla eyler, sen bana teklif var. Bağban gül, bergi xandanın kerekmez bu sene. Bağban gül, bergi xandanın kerekmez bu sene. Yandırır
kerakmas bu sana. Tutalim kim aşıyla dine yoktur etibar. Fuzuli çeşme giryanın kerakmaz bu sana. Fuzuli çeşme giryanın kerakmaz bu sana. Gamzasın sev din kılcal din kerakmaz bu sana. Endi izlamasang nomli taronani tinglang. Po'lat Mo'min she'ri. Kilarmıyor gül ko'tarib izlamasang ko'ngil orom olarmi eslamasang. Kilarmıyor gül ko'tarib izlamasang ko'ngil orom olarmi eslamasang. Xumarmısan yar güliden hidlamasang silermiken agar uni sizlamasang. Silermiken agar uni sizlamasang. Kulganda ko'r janonalar ko'hligini kim ko'tarar erkaligi sho'xligini. Kulganda ko'r janonalar ko'hligini kim ko'tarar erkaligi sho'xligini. Senga dili borligini yo'qligini bilolmaysan yuragingdan so'zlamasang. Bilolmaysan yuragingdan so'zlamasang. Borgil o'zing toza o'sgan do'lonaga jon chekmasang yetolmaysan janonaga. Avvaliga o'xshab turar begonaga tinglamaga yonib yonib so'zlamasang. Yetsa ko'zing yetish uchun misoliga ilgaridan javob o'yla savoliga. Isming Niyoz Mo'min dilu xayoliga vafo qilar egri xayol o'ylamasang. Vafo qilar egri xayol o'ylamasang. Isming Niyoz Mo'min dilu xayoliga vafo qilar egri xayol o'ylamasang. Vafo qilar egri xayol o'ylamasang. Kelarmiyor gul ko'tarib izlamasang ko'ngil orom olarmi hech eslamasang. Giriya zavqiy g'azali.
جمالی پرتوی ساچیب عجایب جلوه‌لر قلبی ای یارم مسیح دیگ پر bakıştan da cismin zindeler kıldık senin takya mat aşna deb vadeler kıldık bu canım senden lansın Geberdin ki çakın düzmeyen seni yarın bulur mende tikandık sohbetinde bir bulur narın bulur mende Cefani senge az eylep vafadarın bulur men deyip vay canım umidim köp yedi yalnız xaridaring bulur men deb ajab kim xalqchim dabul havas deb shikvalar qildik ay yoray bu canım senden aylansın Hanımınga vafayı ağdı kılganin gülü unçay Kanı bülbül sıfat aldın da kırganin maçil unçay Hani bizlerge hem suhbet rakiplerdek kanat günçay ay
seni derdikra ting ay tübeytir yıllayılgınça ne deyip emir yok ben has takul Hozir Tojiddin Murodov ijrosida Turnalar nomli qo'shiqni tinglaysiz. Erkin Samandarov she'ri. Raqsida Diloram Shojalilova. Raqsni respublikada xizmat ko'rsatgan artist Nasiba Madrahimova sahnalashtirgan. Osmonimda uchib o'tgan turnalar ko'rinarmi mani yorim bormikan kelarmi deb ko'z tutaman yo'liga yo'llarima bulham intizormikan kelarmi deb ko'z tutaman yo'liga yo'llarima bulham intizormikan kelginde barnoma yo'lladim oqshomlari visolini o'yladim tezroq kelginde barnoma yo'lladim oqshomlari visolini o'yladim orzularim yo'llariga so'zladim ko'nglimga munosib yaxshi yormikan orzularim yo'llariga so'zladim ko'nglimga munosib yaxshi yormikan chamanda kelsin dildorim chiroyini bir ko'rishga zormikan visol chamaniga kelsin dildorim chiroyini bir ko'rishga zormikan paxtazorda javlonib ishlashib sadoqat bog'ida qo'llar ushlashib paxtazorda javlonib ishlashib sadoqat bog'ida qo'llar ushlashib yuray chamanlarda ko'ngil xushlashib adiga munosib yaxshi yormikan yuray chamanlarda ko'ngil xushlashib adiga munosib yaxshi yormikan osmonimda uchib o'tgan turnalar ko'rinarmi mani yorim bormikan osmonimda uchib o'tgan turnalar
Görüner mi beni yarım var miken? Görüner mi beni yarım var miken? Görüner mi beni yarım var miken? Janonasan Usmon Jangitov she'ri.
muncha ham janonasan, muncha ham oshiq bahor, muncha ham janonasan. Endi e'tiboringizga Akmal Po'lat she'ri bilan aytiladigan Bobo dehqon bo'lmasa qo'shig'ini havola etamiz. Yov qochar-mi qarshisida mardu maydon bo'lmasa, yov qochar-mi qarshisida mardu maydon bo'lmasa, mardelingni kim bilardi dong'i doston bo'lmasa, mardelingni kim bilardi dong'i doston bo'lmasa, o'zni hech dono demadus tu qadrdon bo'lmasa, qayda yerding oz demat bobo dehqon bo'lmasa, qaysi oshiq sayr etardi bog'da jonon bo'lmasa. Tolg'aysan hamisha yaxshi do'st ustozdan, jirkanib qochar mahal ul aqli past nosozdan, mehnat ayla kekkayib hech nusxolmay g'ozdan, qayda yerding noz ne'mat bobo dehqon bo'lmasa, qaysi oshiq sayr etardi bog'da jonon bo'lmasa. Qayda yerding noz ne'mat bobo dehqon bo'lmasa, qaysi oshiq sayr etardi bog'da jonon bo'lmasa, mardelingni kim bilardi dong'i doston bo'lmasa. Guluzorim Navoiy g'azali, Hoji Abdulaziz Rasulov muzikasi. Do'stlarmay bir nozinay, ishqi bu holda yetishmanim, zulf savdosi Aliyev qaddim dog'da yetishmanim, lolagun ruxsor haj aşkım aldağda yetmişmenim, bir peri paykar gamim aşık aldağda yetmişmenim, elge ahvalım demek kagım gülal
etmiş meni nigarım Egül uzarım ve rahmeylen nigarım Egül uzarım ve ergil muradım Koyma meni zar yetme nigarım Hasretin dinlalayan Bir dağlara kin ölmüşem Hazan faslidagi yapraqlar keng o'lsam Shu bilan ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.